bir kishi uchun bir yuzning rasmini sizib bo'lib, yana bir yuzning rasmini sizish burunqisiga o'xshashli imkonsizdir. Hammasida o'xshash molekula ishlatib, har biriga o'xshamaydigan simo sizishdek mushkul ish yo'qdir. Chunki burun sizilgan yuz rasmlariga qaramay sizishi kerak. Onun ustiga insonning yuzi faqat odatdagi bir portira emasdir. İnsan yüzüge o'rinlashtirilgan har bir a'zoning odatdan tashqari san'atga o'xshash cheksiz bir bilimga ehtiyojliq alohidaligi bordir. Bütün bu alohidaliklarni qayirib qo'ygan taqdirdami bu yuzdagi tabassum, andisha, qo'rqish, kulishga o'xshash yuzlarcha ma'noni ifodalash, yuzni yoritishga o'xshash mumkin bo'lmaydi. Okyanusni bir istikonga to'ldirish imkonsiz bo'lganidek, insonning ruhini simosida aks ettirishmi insonga nisbatan imkonsizdir. Mo'minning simosi ruhiga o'xshash op-oqdir. Kofirning simosi ruhiga o'xshash qop-qordir.